500 so'm. Namoz qilish emas. Diqqat savol. Qaysi organizmlarda ko'proq jinsiz ko'payish sodir bo'ladi? Sut emizuvchilardami yoki bir hujayralardami? O'ylab ko'ramiz. Bir hujayralarda. Javob to'g'ri. Sizning navbatingiz. Baraban aylantiramiz. Diqqat savol. Jinsiz ko'payishda yangi organizm qanday hosil bo'ladi? O'qing variantlar va javob. A variant. Gametiyga qo'shib. Gametalar qo'shilishi orqali Va javob bitta organizm ishtirokida. bitta organizm ishtirokida va to'g'ri javob.